Assalomu alaykum. Bugungi darsda sizlar bilan Microsoft akkaunt ochishni o'rganib olamiz. Ko'pchilik holatlarda Microsoft Store dasturini ishlatayotganimizda, ya'ni akkaunt ulashimiz kerakligini ko'rsatadi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu Microsoft Store dasturi. Bu dasturga kirganimizdan so'ng, mana bu odamchani belgisini ustiga bosadigan bo'lsak, mana VT hech qanday akkaunt ulanmagan. Ya'ni bu kompyuterda Microsoft akkauntlari ulanmagan va yaratilmagan. Bugun sizlar bilan Microsoft akkauntni qanday qilib yaratib olishni, ochishni va kompyuterimizga ulashni o'rganib olamiz. Birinchi navbatda misol uchun Microsoft Store dasturiga kiramiz va bu odamcha belgisini ustiga bosamiz va VT degan qismini belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, VT ni ustiga bosganimizdan so'ng bu oyna ochiladi. Bu qismi Microsoft akkaunt ochishimiz uchun ochilgan oyna. Bizda avvaldan ochilgan Microsoft akkauntimiz bo'ladigan bo'lsa, pochta adresini kiritishimiz kerak. Hozirda bunday akkaunt yo'qligi uchun yangi akkaunt ochamiz, ya'ni Sazdat degan qismini belgilab olamiz. Demak, bizdan yangi manzil yaratish so'ralmoqda. Misol uchun ustoz Mahmud kuchukcha outlook.com. Mana. Demak, ustoz Mahmud nomini tanladim va kuchukcha outlook.com va Dali tugmasini bosamiz. Bu nom oldin band qilinmaganligi uchun hech qanday muammosiz ochildi. Agar siz tanlagan nom band bo'ladigan bo'lsa, boshqa nomga o'zgartirishingiz kerak yoki oxiriga qandaydir raqamlar qo'shib yozishingiz kerak bo'ladi. Ana endi parol yaratishni so'rayapti. Shuning uchun men parol yozaman. O'zingiz parol yozib qo'yishingiz kerak. 7 ta belgidan iborat harflar qatnashgan parol bo'lishi kerak. Va parolingizni yozganingizdan so'ng Dali tugmasini bosamiz. Ana endi familiya va imya kiritishim kerakligi to'g'risida ma'lumot chiqardi. Bu yerga yozib qo'yishim mumkin. Familiya degan joyga ustoz, imya degan joyga mana Mahmud. Va Dali tugmasini bosaman. Va tug'ilgan sanamni kiritib qo'yishim kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa, yoshingizni kattaroq qilib kiriting. Men 94-yil bo'lgani uchun shuni kirityapman. 16 yoshdan kichkina kiritmaganingiz ma'qul. Bo'lmasa, yana qo'shimcha akkaunt ulashingizga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun 16-18 yoshdan katta kiritsangiz hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Va Dali tugmasini bosamiz. Buni bosganimizdan so'ng решите задачу, ya'ni robot emasligimizni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik insonlar shu qismidan o'ta olmaydi, ya'ni qanaqa vazifa berilyapti. Bu yerda bu buyumlarni o'ziga mos soyasini belgilashim kerak bo'ladi. Demak, tushayotgan soya mana bu buyumga mos bo'lishi kerak. O'tkazib ko'ramiz, bunisi mos kelmaydi menimcha. Adashmasam, mana bu chizilgan shaklga bu o'ng tomondagi soya mos tushadi. Mana davom etyapti. Qayiqcha davom etib ketyapti, mana dumaloq davom etyapti va отправить tugmasini bosamiz. Demak, biz testdan muvaffaqiyatli o'tdik. Bu yerda aytish bo'yicha ustoz Mahmud Microsoft akkauntini kompyuterimni har bitta dasturlarda foydalanishga ruxsat so'rayapti. Agar Dalini bosadigan bo'lsam, barcha dasturlarda ustoz Mahmud akkaunti ulanadi. Yoki только приложение Microsoft deb bosadigan bo'lsam, faqatgina Microsoft dasturlarida ustoz Mahmud akkaunti ulanishini tanlashim mumkin. Bu ixtiyoriy, Dalini bosish yoki bunisini bosish ixtiyoriy. Men Dali tugmasini bosaman. Va пожалуйста, подождите, biroz kuting deyapti. Ozgina kutishimiz kerak bo'ladi. Demak, hammasi muvaffaqiyatli bajarilgan bo'lsa, ko'rishingiz mumkinki, ana endi sizni Microsoft akkauntingiz bor va o'z kompyuteringizga bu akkaunt muvaffaqiyatli ulandi. Bundan ham qiziqroq ma'lumotlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimizdan uzoqlashmang.